Qanchadan beri Turkiyadasiz? 2 yil bo'ldi. O'zbekiston qayerdansiz? Samarqand. Sochaydanmi? Turkiyaga aylanish kelganda, misol qancha rasxod qiladi odamlar? 2000-3000 rasxod qiladi. 3 kunga aylanishga. hafta? Bir hafta aylanishga kelganda bemalol 1,5 mingga yetadi hamma narsasi. Luks yashasa-da, to'g'rimi? Luks yashasa, ha. Bizlar 500-600 dollar kelayotgan loz kommentar ham bosib o'rishadi. O'zbekiston qayerdansiz? Samarqand shahari. Pavorot. Pavorotdansiz. Primerni qancha rasxod qildingiz kelganingizdan beri? Umumiy ketgan summani ayting. Men bilet hammasi. 5 kunga olganman tur. O'zim va xotinim uchun. 1200 ga tushdi. 5 ga aylanadi. 5 kun, ha. Yoqdimi sizga Istanbul? Ha, juda ham. Oldin kelganmisiz yo birinchi marta? Yo'q, birinchi marta. Oldin Trabzonga borganman. Ularga borish tavsiya qilasiz o'zbeklarga. Kelsa, обязательно adalarga borib veliga aylanish kerak Orolda. Usiz umuman imkoni yo'q. Ishlaysizlarmi, aylanishga kelganmisizlar? Ishlashga keldim. Qayerdansizlar? Buxoro. Buxorodasizlar? Buxorodan? Siz Namangandanmisiz? Nima ish bilan shug'ullanasizlar? Ofisdan. Afsonli, bu yerdami ishlaysizlar? Ishlaydi, mezbekda. Qancha pul topasiz oyda? 750. Turkiyaga aylanishga kelgan odam bir haftada qancha rasxod qilishi mumkin primerni? $1000 yetadi. Bir haftaga bir kishiga. Ish topolmayapmiz deydiganlarga nima deysizlar? Ko'p odam mana ish topaylik, ish yo'qmi? Qanday topgansizlar ishni? Til bilgan odam ishini topib Til bilmasa-chi? Til bilmasa qiynaladi. Kelgan odam til bilib kelmaydi-yu. Ishlaman degan odam endi o'rganib kelish kerak-da. O'rganib kelish Agar kerak. tanishlari bo'lsa, unda yo'lini topib ketishi mumkin bo'ladi. Bir marta ishlab, keyin sekin ko'rishtirib hammasini yo'lini topib ketishi mumkin bo'ladi. Turkiyaga kelgan odamlarga qayerlarga borishni maslahat berasizlar? Keyin mana shu yerga maslahat beramiz. Galataga. O'rtako'y, yana ko'p joylarni ham bilmaymiz-ku, lekin ancha chiroyli joylarni ko'rishni maslahat beramiz. Turkiyaga borsa ishlab bo'lmaydi deydi. O'zi bo'ladimi? Yashasa bo'lar ekanmi? Qiyinmi? Bo'ladi. Yashab zaka ishlab Hammasi yaxshimi? zo'r. Turkiyani qayeri yoqdi sizlarga? Biz Turkiyaga почти har 2-3 oyda kelamiz, hamma joy yoqadi. Aylanishga kelasizlar. Ha, dam olgani kelamiz. Qaysi joylarga borishni tavsiya qilasiz o'zbeklarga? Ko'pincha biz Uskudarda yuramiz. Kelganinglardan beri qancha rasxod qildinglar? Bir aylanishga kelganda qancha rasxod qilasiz? Bir kishiga ayting-da. Rasxod hisoblamaymiz lekin. Yo, primerni qancha ketadi? $1000 ham avvalab yetkazsangiz bo'ladi, $1000 ishlatib qo'ysangiz bo'ladi.